har kuni shu ahvol. Qachon ishdan kelsam mana shunaqa po'choq tashlab ketishadi eshigimizdan tegib. Lekin mol boqish to'xtatganim bo'lsam ham, ancha bo'lgan bo'lsa ham, lekin hali ham tashlab ketishadi deb borib, mana bu yer sotiladi. Kimgadir metroni tagidan yer kerak bo'lsa, mana shu yerda yer bor. 25 metrli fasad ko'rasizlar. Metro mana yonida. Yangi Darxon mahalla, Navro'z ko'chasi deydimi? Xo'p, bu yoq tarafi metroning ikkinchi bekati, bu yoq tarafi Choshtepa bo'ladi. Bu yoq tarafdan Saydotaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Hovlisini ichkari tarafdan ko'rinishi. Bu yerda suv, gaz, svet hammasi bor. Devor bilan faqat 3 ga bo'lingan, lekin bitta odamni nomida turibdi. Yaxlit 10 sotuv yer bu yerda. Shu metroning tagidan ikkita qator yo'l o'tish rejalashtirilgan. Xudo xolasa mana Sergeli tarafga qarab kirib ketadi. Manba asosiy ko'cha ham xudo xolasa kengaytiriladigan degan gap bor. Mana mana shundan to'g'ri betonkiga qarab katta ko'cha o'tadi deyapti. Shunda xudo xolasa betlar razviti joyga aylanib ketadi. Juda ham yaxshi joy bo'lib qoladi. Xudo xolasa hozir narx qimmat eshitilishi mumkin, lekin paytiga kelib betlarning narxi ancha munchaga oshish ehtimoli bor. Ko'rinsangiz otda deydi. Xudo xolasa hozircha narxini 31 ming bo'lsa berib yuboraman deb turibdilar, 1 sotugina. Hammasini oladigan odamga. Yana bir marta telefon qilib ko'rasizlar, pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.